Chaqaloqlar bosh terisida qazg'oq bo'lishi xavflimi va u qandaydir kasallikmi? Chaqaloqlarda qazg'oq boshida tug'ilgandan keyin bir necha haftadan keyin yoki tug'ilgan paytida ham qazg'oq bilan tug'ilish holatlari ham uchraydi. Bu umuman zararsiz hisoblanadi. Chaqaloqlarda o'sha qazg'oq bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu onalarning gormonlari chaqaloqlarning yog' bezlariga ta'sir qilganligi sababli u yog' bezi ko'p ishlab chiqariladi va chaqaloqlarda shunday qazg'oqlar yuzaga keladi. Chaqaloqlarda teri bezlarida o'sha yog' ishlab chiqarishi kuchli va faol bo'lganligi sababli ularda to'planish natijasida qazg'oq ko'rinishda bo'lishi mumkin. Chaqaloqlarda o'sha gigiyenaga rioya qilinmaganligi sababli infeksiyani tushish natijasida ham qazg'oqlar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi bolalarda gigiyenaga rioya qilmaganligi natijasida zamburug'ni tushishi natijasida qazg'oqlar ko'payishi mumkin va u qat-qat ko'rinishda ko'rinishi mumkin bo'ladi. Chaqaloqlarning boshida qazg'oqlarni yo'qotish uchun yog'lardan foydalanish mumkin yoki zaytun yog'idan uni biz surib qo'yishimiz mumkin va 10-15 minutdan keyin yuvib tashlash mumkin. Undan oldin taroq bilan yoki yumshoq cho'tkalar bilan imенно bolalarga, chaqaloqlarga mo'ljallangan yumshoq cho'tka taroqlardan foydalanib, tarab tashlab olib tashlash mumkin. Bundan tashqari chaqaloqlarni maxsus shampunlardan foydalanish mumkin. Unda boshni yuvgan paytida massaj qilinib, uni sekin silab ham qazg'oqlarni yo'qotib tashlash mumkin. Qolgan paytlarda maxsus yumshoq cho'tkalar yoki taroq bilan uni tarab постоянно tozalab turish mumkin va ularni yumshatishni unutmasligingiz kerak bo'ladi. Yumshoq cho'tkalarda imенно chaqaloqlarga mo'ljallangandan foydalanib ishlatsangiz, bolalarga, shu chaqaloqlarga bezarar hisoblanadi. Sizning chaqalog'ingizda ham shunday qazg'oq bo'lganmi va qancha muddatda ketgan va qanday qilib ketkazganligingizni kommentariyada yozishingiz mumkin.